Assalomu alaykum O'zbekiston va Andijon. Andijon meni go'ritim. Manjotda sizlarga salom. YouTube'dagilarga va meni ko'rasizlarmi, ko'rmaysizlarmi menga qizig'i yo'q. Bitta tog'aga shuni atlet qilamiz. Shuni 2 og'iz emas, 6 og'iz, 7 og'iz, 8 og'iz gapimiz bor. Tog'aga o'xshab biz 4 og'iz deb turib 12 ming gapirmaymiz, shuni gapiramiz. Endi ko'rasizlarmi, ko'rmaysizlarmi, qanaqa baho berasizlar, komment deb bu tog'a bizga komment yozishdan shart emas. Tog'amiz o'ylamay katta gaplar gapirib turibdi. Sherali Jo'rayev, Ozodbek, Andijon qadam gapirgan. Ichidan o'tib ketyapti ekan. Muxlis ekan, muxlis. Unaqa bo'lmaydi, aka. Muxlis oxirigacha boradi. Qanaqa muxlis bo'lsa, men bularning muxlisi emasman, yo boshqasi emasman. Men yosh bolaman, yosh qo'shiq eshitaman. Unaqa og'ir qo'shiqlar eshitmayman. Sheralini gapirib, Sherali Jo'rayev o'tirib yo'lab pulni berib qo'yib. Pulni sizni cho'ntagingizdan olib beryaptimi yo boshqasidan beryaptimi? Bersa o'zini cho'ntagidan beryapti. O'zini lishni puliga ketyapti. Sizni pulingiz ketgan yo'q. Bilmayman qayerlardadir o'tirib olib yozyapsiz. Novvoy ekansiz. Aslida novvoy san'atmi, san'at emasmi novvoychilik, to'g'ri? Yo sizga bu prosta hunarmi bu? Siz endi o'ylab ko'ring, novvoychilik ham san'at bitta. Bular ham san'atkor, xalq xizmatida yuradigan san'atkor. Sizdan so'rab qo'shiq aytmaydi. Sizdan so'rab cho'ntagdan mana novvoychi bu aka yo novvoychiga mancha pul beryapman Ahmadboyga, beraveraymi, bermayman, sizdan so'ramaydi. Bu odam o'zining hurmatini topib olgan. Kerak bo'lsa, pulini gapirasiz. Puli sizni yozgan YouTube nimalaringiz YouTube'larga chiqqaningizda bitta pul to'lab chiqarish mumkin, udalit qo'yish mumkin. Panetga berasiz Ozodga. Ozod nima noto'g'ri ish qilyapti Ozodga nazar berib. O'zingiz panetga o'zingizga yetmagan ekan. Panetkani tog'a o'zingizga oling. Qanaqa qilib bo'lsa ham panetkani Sherali Ozodga bermaydi, san'atkorlar bir-biriga panetga bermaydi. Andijonda gapiramiz. Andijoningda maymun bo'lib eshak bo'lib yurganing yaxshi. Andijoningda bittasida quruchoq bor, bittasida qozonida oq yo'q deb qo'yasiz. Andijonliklar bittasi kelib sizdan to'g'ri pul so'raganman. Yo'q, quruqchoyimiz yo'q, quruqchoyga pul bering. Oqoyog'imiz yo'q, oqoyog'ga pul bering degan. Qaylisiz bilmadim, latavoshmisiz, vodiylimisiz, vohalimisiz? Andijonning og'ziga qarabroq gapirsiz, yaxshi bo'lardi, tog'a. G'iybatchi ekansiz. Bitta gap sizga mashina eslab qoling. Men g'iybat qilganim yo'q, men ana qilganim yo'q, mana qilganim yo'q deyapsiz. Andijon kerak bo'lsa to'xtataman desa, sizda qalardi, to'rttasini to'xtatib qo'yadi. Bu Andijon. Men Andijonda Nefron degan shaharchasidanman, tog'a. Andijon bitta gap, andijonliklarga ikkita gap oshsa, bitta gap kam. Akshda bir yarimta gapni topib gapiring, tog'a. Sizga Sherali deyapsiz, u deyapsiz, ular ham andijonlik. Muxlis ekansiz, aka, udalet o'ynagan ekan sizni. Boshqa narsadan udalet qilish olmasin. Siyosatga aralashmaydi. Ahmadboyga gapirish. Ahmadboyga o'zi siyosat bor. U oliy nimalar bor, milisiyasi bor. O'zlari xalq o'g'ali. Nima qiladi endi? Qanaqa nima bo'lsa, gapingiz bo'lsa, menga atlet qaytaring. Yana ko'rishamiz. Ishingizga omad. Birod YouTube'da yursa ekan, birod g'iybat qilmang. Sog' bo'lasizlar.